Samu FM. Insoniyatni davolashning ikki uslubi bor. Tarixga nazar solsak, avvalosi tabobat, keyin esa zamon rivojlandi, tibbiyot. Biz Samu FM tibbiyot radiosi insoniyatni davolashning 3-uslubini o'ylab topdik. Bu so'z sehri. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Samu FM tibbiyot radiosini tinglab, tomosha qilib turgan bizni ustozlarimiz, o'rtoq talabalarimiz. Birinchi renessans, yangi O'zbekiston dedik. Birinchi renessansda nima bo'ldi? Al-Xorazmiy algoritmga aylandi. Ibn Sino meditsinaga aylandi va yangi O'zbekistonning yangi renessans sohiblari bugun studiyamizda. Darhaqiqat, Samu Central Asian Medical University O'rta Osiyoda allaqachon ko'zga tushib ulgurdi. Har jabhada yetakchi, har jabhada chempion bo'lishga harakat qilyapti. Bugun xursandmiz, studiyamizda nafaqat yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek g'oliblar, balki haqiqiy zamonamizning jadidlari o'tiribdi. Bu ekranda ko'rib turgan insoningiz kim desa, bugun bizni shu oliygohimizda ta'lim beruvchi ustozimiz, normal va topografik anatomiya kafedrasi o'qituvchisi Boboyev Muhammad Ayubxon akamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz aka? Rahmat. Xo'p, sizni faoliyatingiz haqida ham qisqa to'xtalib o'tamiz, lekin bugungi asosiy rakursimizda bizning chempion, g'olib, olimpiada chempionlari desak ham bo'ladi, talabalarimiz o'sha Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada, tibbiyot olimpiadasida xirurgiya yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni qo'lga kiritgan talabalar haqida gaplashamiz. Bu olimpiadaga borishdan maqsad nima edi? Yutishdan ko'zlangan maqsad nima edi? Biz u yerga kira oldikmi? Yosh universitet bo'la turib, qanday qilib birinchi o'rinni oldik va Muhammad Ayubxon domlamiz o'zi kim? Bizni olimpiadada qatnashishdan asosiy maqsadimiz g'oliblik edi. Ko'zlangan maqsadga qandaydir ma'noda erishdik. Samu yosh bo'lishiga qaramasdan, lekin Samuda yaratilgan sharoitlar, ularda tahsil oladigan talabalarning iqtidori boshqa institutlarda tahsil oladigan talabalar keyin boshqa institutlarda yaratilgan sharoitlarga nisbatan barchamiz bilamiz, ustunlik jihatlari bor. Buni nafaqat O'zbekistonda, balki biz ko'rdik, Qirg'izistonga borganimizda, o'sha Bishkekda, Bishkek akademiyasi 39-yilda, deyarli 100 yilga yaqin tarixga ega institutda ham Samuda bor sharoitlar, faxrlanishga arziydigan sharoitlarimiz Bishkekda ham topilmaydi-da. Bishkekdagi Bishkek akademiyasidagi hamda Qozog'istondan tashrif buyurgan mehmonlar ham o'zi Samuda videosi qo'yildi. O'sha taqdimot bo'lgan Samuda videosi qo'yilganda o'zi bizni sharoitlarni ko'rib, misol uchun oladigan bo'lsak, simulyatsiya markazimizdagi sharoitlarni ko'rib turib, ular institutimizni hali kelib ko'rmasdan ham bahosini o'shda turib berishyapti. Ko'rsatmasin. Shundan ko'z tegmasdan albatta. Sizlardagi sharoit, talabalarga bo'lgan sharoit, talabalarning yurishi, kafedralardagi holatlar juda boshqacha ekan, haqiqatan ham zamonaviy ekan, rivojlangan ekan deyapti. Buni o'sha xirurgik yo'nalishda bo'lgan jarayonlarda ham talabalarimiz isbotlab berishdi. Mana shu yaratilgan sharoitlardan foydalanib tahsil olgan talabalarimiz xirurgik simulyatorlarda amaliyotni bajarish bo'yicha o'sha kelgan jamoalarning ichida, o'sha O'rta Osiyo mamlakatlarining jamoalar ichida haqiqatan ham birinchi o'rinni olishdi. Bu tahsinga loyiq. Men aytardimki, gapni muxtasar qilib, domla, mana siz mana shu yuqorida biz e'tirof etayotgan talabalarimiz bilan u yerga olimpiadaga birga borgansiz. U yerdagi ishtiroklar qanday bo'ldi? Talabalar bilan birga siz hamnafas bo'ldingiz, ularni o'sha hayajonlariga sherik bo'ldingiz. Aynan xirurgiya yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinda olishimiz shaxsan bu jurnalistik savolim men uchun kamlik qilayotgandek. Balki boshqa yo'nalishlarda ham hech 2-3 mi bir dona yo'nalishda birinchi o'rinda olishim to'g'ri, faxr, lekin Samu uchun men kam deb hisoblagan bo'lardim. O'zi bu olimpiada qanaqa olimpiada va qanaqa yo'nalishlarda bo'ladi? Birinchi navbatda bu olimpiada o'zi Medical Skills nomlanib, bu jamoaviy tarzda tibbiyot institutlarida tahsil oladigan talabalardan tashkil topgan 10 nafargacha bo'lgan talabadan tashkil topgan jamoalar ishtirok etadi. Jamoaviy tarzda o'zini bosqichlari bor. Shu bosqichlarda bajarishadi. Bizni ham o'zimizni ham ko'zlangan maqsadimiz har bitta yo'nalishda birinchi o'rinda olish edi. Bizda
Aynan xirurgiya simulятsion markazidagi amaliyotlar shu o'zini ifodasini topibdi-da, demak. Yutishimizda ko'proq shu nimalar bo'ldi. Sharoitlarimiz shuni taqozo qildi. Yaxshi, hayajon bu samimiylikdan dalolatdir. Kadrni uza olmayman, kechirasiz. Keling, undan ko'ra talabalarimizni taklif etsak. Nima deysiz? Qaysi birlarini taklif etamiz? Jamoamiz sardori Shohruxbek taklif qilamiz. Shohruxbek, marhamat. Shohruxbek, tanishib olamiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Sayfullayev Shohruh Bahramovich. Men 5-kurs 820 davolash talabasiman. Mana birinchi savolim, nima uchun tibbiyotni tanladingiz? Qaysi gunohingiz uchun? Tibbiyot tanlaganligim sababi, to'g'risini aytaman, yoshlikda menda qiziqish bo'lmagan tibbiyotga. Hozir endi taqdir taqozosi bilan men buvim rahmatli sahni diabet kasalligi tufayli olamdan o'tganlar. Shundan keyin Xudo xolasa doktor bo'laman deb, insonlarga yordam beraman deb niyat qilganman o'zimga. Ilohim niyatingizga yeting. Olimpiadadagi ishtirokingiz. Olimpiada birinchi o'rinda men Qirg'iziston xalqi haqida ozgina gapirmoqchiman. Ruxsat bersangiz, ular juda ham mehmondo'st xalq ekan, дружелюбный. Biz bilsangiz kech qolib bordik ozgina. 1,5 soat yoki 2 soatga kech qoldik. Yo'lda transportda sal muammolar bo'ldi. Lekin shunga qaramay, ular bizni shunaqangi iliq kutib olishdiki, to'rga olib kirib, o'tkazib, joyimizni ajratib, hech kimga bermay, biz qolib ketgan etaplarni boshidan biz uchun boshqatdan qo'yib berib, даже bitta shart bor dedi. 4 ta rasmdan diagnoz topish kerak edi, rebusidan. O'sha rebusda biz qatnasha olmadik, shu sababli uni atmay qo'yishdi. Boshqa komandalar o'sha balo bo'lganda, lekin o'sha boshqa komandalar hammasi rozi bo'ldi-da. Bizni jamoa sabab mana shu yo'nalish yopildi. Yopildi. Shu demoqchimanki, biz shunaqangi hurmatda do'stona kutib olishdi. Albatta. Endi bu olimpiadada siz qaysi yo'nalishlarda ishtirok etdingiz? Olimpiadani shartlari sizga yoqdimi? Olimpiada juda qiziqarli bo'lib o'tdi. Birinchi kuni biz основном teoretik tomondan javob berdik. Quiz testlar bo'ldi. 40 tadan bo'ldi birinchi etapda. Video tanishuv bo'ldi. Hamma videolarni qo'yib berildi. Plus 20 ta situatsionni zadachalar berishdi bizga. Biz jamoamizda aslida 10 kishi bo'lish kerak edi, lekin biz 6 kishi bordik. 6 kishi bo'lib turib, xirurgiyadan yorib chiqdik birinchi o'rinni olib. Qanaqa bu olimpiada ishtirokida, aynan siz xirurgiya yo'nalishi deyapsiz. Qanaqa topshiriqlar yoki savollar bo'ldi? Xo'p, bizda har bitta направлениеda jamoamizda a'zolar bor. Masalan, men travmatologiya, ortopediya bo'yicha ketdim. Ulardan ham bor, hamma sohadan bor. O'shani jamoa ishladik. Erta shunaqa 5 tadan 10 ta shart bo'ldi. Ikkinchi kuni bu naviklar kuni. Unda 5 ta navik, ya'ni 5 ta alohida xonada mulajlar majburiy bajariladi-ku, 5 ta ixtiyoriy. Uni ham жеребьевка qilib ertaga kuratorlar o'zlari tanlashdi. Bizda birinchi bo'lib ixtiyoriylar tushdi. Shunda bizda men shaxsan o'zim travmatologiya yo'nalishimda gips shinalar qo'yib berdim. Artroskopda ishlashib, начальный etaplarni ko'rsatib berdim. Laparoskopda menga assistent bo'ldi Shohjahon, 4-kurs talabasi. Biz LHK operatsiyasini amalga oshirdik. Ya'ni o'tfani laparoskopik xalq tilida lazerda olib tashladik. O jarayonda endi erta turgan kuratorlar, ekzaminatorlar shunchalik hayron qoldiki, bizga bundoq qarab, "Sizlar trenirovka qilasizlarmi?" dedi. Keyin biz ham bizda mana shunaqa simulятsion sentrlarimiz bor deb, ya'ni faxr bo'ldi-da biz uchun. Juda ham soz. Samuni tanlaganingizdan afsuslanasizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Men Rossiyadan перевод qilib kelganman, Yekaterinburgdan. Перевод qilganimdan hech qachon afsuslanmaganman. Bu yerga kelib, men sharoitlarni ko'rib, biz uchun yaratilgan juda ham unumli foydalandim deb hisoblayman. Buning uchun rahbariyatga, shu ustozlarimizga, hammalariga kattakon rahmat. Bu yerda biz nafaqat
nazariy bilim, ya'ni amaliy ham olsak bo'lar ekan. Rossiyada bizda bunaqa imkoniyatlar yo'q edi. Faqat nazariy. Juda ham soz. Men o'ylayman shu ilk tibbiyot oliy ta'lim muassasasiga qo'yayotgandagi qasamyodlar kelgusida o'z ifodasida, o'z negizida dinidan, irqidan qat'iy nazar siz tomonidan xizmat bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa, albatta inshaalloh. Rahmat. Keyingi talabamizni taklif etamiz, marhamat. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы? Спасибо, хорошо. Как настроение у вас? Отлично. Ну как Киргизстан? Очень хорошо. Там вкусно готовят, да? Как у нас или никак? По сравнению с Узбекистаном, я бы сказала, что у нас вкуснее. Обязательно. Кто вы? Я Абдусатарова Сагдиана. Я студентка САМУ. 5-й курс, получается, лечебное дело, 720-я группа. Ваше мнение насчет Олимпиады? Мне лично очень понравилось. Я бы хотела поблагодарить нашего ректората, что дали нам возможность поучаствовать на этой Олимпиаде. Мы очень благодарны. Вот. Хотели бы поблагодарить нашего куратора Мухаммада Ибхона. Он прям очень переживал за нас. Он не давил, не говорил, вот вы должны занять первое место. Он так морально поддерживал. Он говорил, если не получится, не проблема, ничего. Он прям очень нас поддержал. Я бы очень хотела поблагодарить его. Почему медицина? Почему медицина? Изначально я хотела поступить в юридику. Но во время... Это видно. Да. В 2020 году был локдаун. В то время мой дедушка сильно заболел. У него еще были сопутствующие болезни, цирроз печени. И исходя из этой ситуации, мои родители прям обдумывали мое решение. Даже сама я обдумывала. И поняла, что в семье должен быть один медик. Да. Все-таки. Он необходим, оказывается. После этого я решила, что все, я стану медиком. Вот так я пришла к этому. Это-то понятно. А почему САМУ? САМУ? Мой Здесь же учитель... дорого здесь. Ну да, дорого. Но А оно в чём? окупается, если сказать сейчас. Да? Да. Мой учитель, кардиолог Балтабаев Алишер Мурадылович, он посоветовал, он сказал, вот открывайте новый университет, вот такие возможности, в дальнейшем ты можешь учиться вот в таких местах. После этого мы решили, что лучший вариант поступить сюда. А наши студенты? Студенты? Да. Ваше мнение? Юристка? Ну, стараются, все стараются. Дружелюбный, да? Да, конечно. В Олимпиаде это вам не стыдно, что как-то вот первое место, хирургия, а остальные... Ну, мы старались, конечно, как бы было стыдно, что в остальных, скажем, секциях мы не очень смогли, но это был для нас большой опыт. Да? Большой, да, опыт. Чтобы работать над собой, усерднее учиться. Мы даже обменялись, скажем, контактами, что, как у них, что у нас может быть. Поэтому, я думаю, дальше будет лучше. Я и наши подписчики хотели бы услышать от вас узбекский какое-то стихотворение. Ой, я не Чуть-чуть знаю. хотя бы. Нет? Нет. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, что Вам пригласили. тоже. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Men xursand bo'ldim. Olimpiadada bizni talabalarimiz ishtirok etganidan. Siz qay darajada xursand bo'ldingiz va do'stlaringiz e'tibor bermagan qaysi jabhalarga e'tibor berdingiz? Men ham o'zim ham juda ham xursand bo'ldim, sababi u yerda yangi do'stlar o'tirdik. Yangi insonlar, yangi fikrlar u yerda fikr almashdik, ba'zi orada aytsa ham bo'ladi. Shular va Olimpiadani endi O'zbekistonda bo'lsa deylik, keyingisi SAMUda bo'lganda qanaqa bir fikrlar bo'lardi? Qay tarzda bo'lardi? Nima deb o'ylaysiz, o'z shaxsiy fikringiz? SAMUda bo'lib o'tganida yaxshi bo'lardi, sababi simulyatsiya markazlarimiz yangi, zamonaviy, anchagina bizda va qolgan universitetlarga ham bir nima bo'lardi.
yangilik bo'lardida. Misol ko'p universitetlardan tanishlar bor yoki bo'lmasam yana boshqa shulardan gaplashib turamiz. Bu yerda sharoitlarni aytishadi. Ili aytganda shunaqa vaziyat desa, bizdagi sharoitlar anchagina balandroq turadi-da. O'sha mashhur savol, nima uchun siz tibbiyot va SAMUni tanladingiz? SAMUga tanlashimga sabab meni o'zi buvim medsestra bo'lganlar, ya'ni o'sha bo'lganliklari sabab ular juda ham xohlashardi, ya'ni bir kishi tibbiyot xodimi bo'lishi, ya'ni vrach bo'lishi. Keyin o'zim aslida iqtisodga topshirganman. Keyin balim yetmagan, shunga o'ylaganman, ya'ni boshqa yo'nalish ham ko'rish kerak deb o'ylamanga fikr bildirishganda keyin o'zim ham qaror qilganman tibbiyotga topshirishga. Va shu sohada o'zimizni Xudo xolasa yetuk. Qaysi yo'nalishda ertaga xalqqa xizmat qilasiz? Neurologiya sohasi bo'yicha inshaalloh. Sizdan doktor chiqadimi? Harakat qilamiz inshaalloh bo'ladi. Bu uchun qanday kamchiliklar bor universitetimizda? Kamchiliklar yo'q menimcha, sababi hamma sharoitlar yetarli bo'ldi bu yerda. Sharoitlar yetarli, faqatgina talabalarimiz o'zimiz ham anchagina harakat qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Olimpiadada ishtirokingiz uchun universitetimiz tomonidan qandaydir sizga imtiyozlar berildimi, berilmadimi? Imtiyozlar bizga yaxshigina sharoit qilib berishdi, bu ham to'g'ri aytish kerak. U yerda misol kamchilik bo'lgani yo'q. Borganimizda mehmonxonamiz bilan ta'minlashdi, yo'l haqqi deganda shu hammalariga universitet tomonidan hammasiga ajratib berildi. Bu yerda kamchilik yo'q deb o'ylayman. Yana olimpiada bo'lsa, jon deb qatnashgan bo'larmisiz? Albatta. Juda ham soz. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishib olamiz. Men Mirzayeva Durdona Azizbek qizi, 5-kurs talabasiman SAMU universitetida. Davolash fakultetida 720-guruhda o'qiyman. Ana hali ham shu savol qiynayapti. Olimpiada nima uchun bitta yo'nalishda birinchi o'rinda oldik? Endi bizga olimpiada bo'lish haqidagi ma'lumot ancha keyin kelib tushdi. Men qolgan talabalar, qolgan guruhlardan eshitishim bo'yicha, ular 2 oy oldin tayyorgarlik ko'rishni boshlashgan. Ularda boshqa guruh talabalari. Biz 2 hafta tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik xolos. Undan tashqari aytib o'tishgandek, ular 10 tadan 15 tadan guruh barpo etishgan. Biz 6 ta bo'ldik xolos. Shuning uchun qaysidir yo'nalishlar bo'yicha odam yetmadi. Birinchi yo'nalishda qanday qilib birinchi bosqichda eplay olgan bo'lsak, ikkinchi bosqichda odam yetmaganligi uchun ba'zi talabalarimiz 2 martadan 3 martadan qatnashishlariga to'g'ri keldi. Bizni oliygohimiz borligini qolgan tibbiyot muassasalari bilyaptimi, bilmayaptimi? Bilishyapti. Kim ekan, qaysi universitet ekan degan bir savollar eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Yo'q, unaqa savol bo'lmadi. Hatto Qirg'iziston talabalari ham birinchi kun kech qolib kelganlarni aytgandek, kelganimizda qayerdan kelishdi degan savol tug'ilmadi hammasi. Farg'onadan kelishibdi. Yoki bo'lmasam o'zimizni tashmi talabalari sirazi ko'rganlardan keyin o'sha universitetdamisizlar degan savollar tug'ildi ularda. Shuning uchun yo'q, yaxshi tanishyapti bizning universitetlarda. Keling bunday qilamiz. Bugun sizni va meni fikrim ertaga bo'ladigan ayrim sistemalarni, tizimlarni yoki bir sharoitlarni o'nglashi mumkin-da. Siz talabasiz, davr sizniki. Universitetimizda mana olimpiadada ishtirokimiz va hammaning har xil takliflari bo'lib yuradi. Men misol uchun aytardim, shu SAMU FM tibbiyot radiosini kirish eshigiga on air degan tugma qo'ysak-yu, jonli efir yoki suhbat bo'layotgan talabalar bilsa-degan taklifimni o'zim ichimda olib yuraman, lekin kimga aytishni, nima aytishni uni fursatini kutib yuribman. Siz ham oddiy talaba sifatida universitetimiz yanada yaxshi bo'lishi uchun olimpiadadagi ishtirokchilarda qolgan jabhalarni ham o'rinli birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni olish uchun qanaqa takliflaringiz, qanaqa fikrlaringiz bor? Bugun ochiq so'z erkinligi aytishingiz mumkin. To'g'risi, meni hamma narsa устраивает, то есть qoniqtiradi. Shuning uchun birorta nima fikrim o'zimda yo'q. Bunaqa narsani o'zgartirish kerak yoki o'zgartirmaslik kerak. Lekin ba'zi sohalarda bilinadi, что biz yangi kelayotgan odamlarmiz, что endi ochilgani 3 yil, 4 yil bo'lganini, chunki
endi tizim qo'yilyapti-da. Ba'zi joylarga kelganimizda buni qanaqa qilish kerak, buni bunaqa qilsak bo'ladimi degan savollar baribir tug'iladi. Shuning uchun bu taklif emas-ku, mening fikrimcha yana 5-6 yildan keyin bunday savollar tug'ilishni bas qiladi va biz kengroq harakat qilishni boshlaymiz. Bu qisqa fursatdagi bu reyting yetarlimi yo kamlik qiladimi deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz bu universitetimiz uchun? Endi menimcha yetarli. Chunki bundan oldin talabalar aytgandek, biz возможностьlarimiz ko'p universitetimiz. Imkoniyatlarimiz juda ko'p. Yuqoridagi 2-3 ta fikringiz bo'yicha universitet sizni qoniqtiradi. Har tomonlama qulay. Ertaga shu imkoniyatlardan foydalanib turib xalqqa xizmat qiladigan yaxshi shifokor bo'laman deb o'zingiz o'ylaysizmi? Yaxshi shifokor bo'laman deb aniq ayta olmayman, chunki kelajakda hech kim ko'rishni bilmaydi. Lekin o'qituvchilarimiz berayotgan, universitet berayotgan imkoniyatlardan agar yaxshi foydalana olsam, men uchun ko'p eshiklar ochiladi deb o'ylayman. Qanday yo'nalish bo'yicha xizmat qilmoqchisiz ertaga? Proktologiya. Ayollarimiz ayniqsa tug'ruqdan keyin ko'p qiynalganlarini ko'rdim. Bu nozik masala bo'lganlari uchun ko'plari shifokorlarga murojaat qilisha olmaydi. Shu narsadan kelib chiqqan holatda shu sohani tanlayman deb o'ylayman. Ilohim kelajakda sizga ishim tushmasin. Rahmat. Ilohim shifokorlarga maishish tushmasin. Shohjahonni olimpiadadagi ishtiroki qanaqa bo'ldi? Siz nimalar qildingiz u yerda? Endi olimpiadada aytishim mumkin jamoaviy ishladik asnoviy, lekin ko'p joylarda baribir yakka ishlashga yoki yana shu sherigimiz bilan ishlashga to'g'ri keldi. Jamoamiz sardori Shohruh bilan xirurgiyada qatnashdim, assistentlik qildim. Va boshqa narsalarda, ya'ni yetishmovchiligimiz uchun boshqa yo'nalishlarda ham qatnashdim. Juda ham soz. Nima qilmoqchisiz ertaga? Darsga kelmoqchiman, nima deysiz? Majoziy ma'noda aytyapman. Ertaga endi Xudo xohlasa, endi keyinchalik kelajakda albatta kamchiliklarimiz bo'ldi. O'zimiz bildik. O'shalarda to'g'rilashga va kelajakda yaxshi shifokor bo'lib yetishishga harakat qilamiz endi shunga. Sizga ham baribir o'sha savol bermoqchiman. Nima uchun SAMUni tanladingiz? SAMU bu yangi ochilganda o'zim kelganman bu universitetga. Imkoniyatlarini va har tomonlama va qanday desam bo'lar, imkoniyatini o'zim ustozim xirurg o'sha tavsiya berishgan va shu yerga topshirganman. Ko'ngil to'qmi? Juda ham a'lo darajada. Bizga qilib bergan imkoniyatlari, masalan, hozir biz borgan olimpiadaga qilgan sarf xarajatlari ham juda qoniqarli darajada. Bir safdagi askarlar deylik, o'sha bosh sarkardani vaqti bo'lmagan payti askarlarning ichida kimdir faryod qilish kerak-ku, misol xavf bor yoki bizni shunaqa narsa kutib turibdi degandek. Shunda askar tilini askar yaxshiroq tushunadi-da. To'g'ri. Siz hozir shu yerda namunali talaba sifatida qolgan talabalarimizga, safdosh sifatida qanday motivatsion gaplar ayta olasiz? Talabalarimizga endi aytishim bo'lgan eng kerakligi ham bu o'qish kerak. Imkoniyatlarimiz a'lo darajada boshqa universitetlarga, даже davlat universitetlariga eng yuqori cho'qqida turgan universitetlardan ham bizni sharoitlarimiz juda yaxshi ekan. Buni guvohi bo'ldik borib. Shu bizdan faqat shu o'qish, intilish, o'z ustimizda ishlab, harakat qilish qoldi xolos. Qolgan hamma narsa bor bizda. Shohjahon, kelgusidagi faoliyatlaringizda omad tilayman. Rahmat. Я Ахмедова Динара, студентка 521Б группы лечебного факультета. Знаменитый вопрос. Почему САМУ? Потому что тут очень хорошие условия, тут возможности, тут дают очень хорошие знания для того, чтобы вырастить хороших врачей. Вот. Дома есть врачи? Да, мой Мама? отец врач. Дед? Да.
Отлично. Насчет Олимпиады. Ваше мнение? Олимпиада прошла очень хорошо, успешно. Мы все, так сказать, взяли очень многое для себя, набрались опыта, навыков. От других студентов тоже научились очень многим, исправили свои ошибки и вот обменялись знаниями. Хотели знать ваше мнение, что наш университет еще и еще стало хорошо. Ваше мнение, что надо делать? Есть у вас какие-то? Да, Например? Надо развиваться. В первую очередь, чтобы заинтересовать студентов, должен быть хороший учительский состав. Значит, у нас нехорошо. Хороший, но И в еще принципе большее количество из них это доктора, врачи, которые работают, у которых в меньшей степени нет времени для студентов. Хотелось бы, чтобы только преподаватели, хорошие, знающие, с опытом, проводили пары, уроки. Понятно. Завтра что будем делать? Завтра на пары пойдем обязательно. Спасибо. А каким врачом будем стать? Гинекологом. Да? Да. Почему гинекология? Как говорится, по стопам отца, потому что у меня отец акушер-гинеколог, хирург. И так как я с 7 класса ходила на операции, смотрела, изучала, у меня был большой интерес. Как бы хотелось бы помогать людям, облегчать их боли и брать дуа их. Красавица и умница. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Universitetimiz ma'muriyati nomidan tashakkur aytgan bo'lardim. Rahmat. Bizlarga, talabalarimizga bosh bo'lib, ta'lim tizimidan vaqt orttirib, olimpiadaga borib, bosh bo'lishni o'zi oson emas. Sizga tashakkur aytgan bo'lardim. Shunday bir imkoniyat berildi. Buni talabalar ham ko'ryapti, ota-onalar ham ko'ryapti, hamkasblaringiz ham ko'ryapti, ma'muriyat ham ko'ryapti. Mutlaq bizga begona bo'lganlar ham ko'rayotgandir. Shunday imkoniyat berildiki, fikr, mulohazalaringizni tinglagan bo'lardik. Sizga rahmat aytgan holatda universitet ma'mur rahbariyatiga ham rahmat aytib, bizga yaratib berilgan sharoitlar, talabalarimiz o'zi aytib o'tgandagi bizda bo'lgan sharoit boshqada bo'lmadi deydik. Shunda bizni talabalarimiz borganda ham ko'rishdi, o'zlari guvoh bo'lishdi, o'zlarini ham talabalarimiz ketayotganda kayfiyat boshqacha edi. Qaytib kelishganda kayfiyatlari juda ham boshqacha. Universitetga, SAMUga bo'lgan muhabbatlari nima deydi? Yana ham oshdi. 100% ga oshdi-da, boshqacha bo'ldi. Hozir o'zi tingladingiz gaplarini. Biz rahbariyatdan talabalarimiz ham mana barcha xursand. Rahmat aytamiz. Bizga olimpiadada, nafaqat olimpiadada, undan tashqari ish jarayonimizda ham, boshqa o'zimizni SAMUda o'zida ishlab yurgan paytimizda ham, talabalarda o'qish paytida ham yaratilayotgan, tashkil qilinayotgan sharoitlar, holatlar juda ham odamni qoniqtirib, nima deydi? Ko'ngildagidek. Shunday desa bo'ladi. Ko'ngildagidek. Biz o'zimiz bordik, ko'rdik. Kamchiliklarimiz bor, albatta ustida ishlashimiz kerak. O'z aytganingizdek, nimaga boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'rin bo'lmadi? Faqat xirurgiya bo'yicha degangiz. Endi nasib qilsa, xudo xolasa, keyingi olimpiadalarda barcha yo'nalishlar bo'yicha SAMUda rahbariyat tashkillashtirib bergan sharoitlardan 100% natija bilan qaytishlikka harakat qilamiz. Juda ham soz. Shuncha talaba bilan, siz bilan suhbat qurib, O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobini qaysi varaqligi esimdan chiqib qoldi. Bir fikrlarini ilgari surmoqchiman. Zamon qaytadi degan. Qaysidir fursat zamonda biz yo'qotdik ilmni va hozir mana davlatimiz rahbari boshida ham aytdim, yangi renessans, yangi O'zbekiston dedi. Zamon qaytdi. O'qish fursati keldi. Sharoit bor, imkoniyat bor. Mamnuniyat ila aytgan bo'lardim. O'qinglar. Biz birinchi oliy ta'lim muassasasiga kirganimizda domlamiz bu yerda o'tirgan talabalar Allohning suygan bandalaridir. Har kim ham bu oliygohga kira olmaydi, dedi ustozimiz. Men aytaman,
inson qalbi oq bo'lsa, uni libosiga ko'rinadi deydi. Sizlar qalbi oppoq bo'lgan ustoz, talaba bo'lajak shifokorsizlar. Bugungi tashrif, bugun suhbat uchun rahmat. Adoq yo'q samimiyat, chuqur ehtiromli jurnalist Navruz Magripov. Salomat bo'linglar.